Yoldaşlar, dostlar, hammalarga omad tilaymiz. Sizlarga omad yor bo'lsin. Alayda darajalik mukofot 120 ming yuan. Birinchi darajalik mukofot 100 oylik elektr saymanlari. İkinci derecelik mukafat 22 milyonluk emlik televizyon. Üçüncü derecelik mukafat velosiped. Yoldaşlar, dostlar, hammalarga omad tilaymiz. Sizlarga omad yor bo'lsin. Yoldaşlar, dostlar, hammalarga omad tilaymiz. Sizlarga omad yor bo'lsin. Chiqdi! Chiqdi! Omad! Ha, bo'ladi. Turib turmamsan. Ma'zili borma. Xo'jayin, mau er ayol chiqartular toza setilmayotdi. Meningcha bahosini ozroq tushasakmikin deyman. Sizning qandaq? Ho'y, sen zodi qaysi zamonning odami, ha? Shunchalik ishni uqmamsa? Hozir qapoq pul emas, barang pul, barang. Uqdingmi? Hozirchi ayollarmi, hatto erlarmi kiygan kiyimi uzun kilamdi, qisqa kilamdi, yarashamdi, yarashmamdi, uning bilan parvoyi belak. Faqat so'rlarda bir-biriga kiygini munch pullik kiyimda bahosini ko'z-ko'z qilishidi. Agar ishtirak qo'ldan chiqsin, setilsin desang, bahosini yermasi o'sta, hatto birasi o'sta, ondan setilmaganini men bir ko'ray. Uqdingmi? Shunday qil. Vay, muavin direktorni chaqirib o'ting. Kira. Assalomu alaykum. Qandaq topshiriqlar bor ekan? Akila o'lta. Ishlar qandaroq? Tönögün chet eldan xeli ko'p mal keldi. To'lisi Turkiyaniki ekan. Ati ishkirga yana malga odam mansun. Qo'limizdagi mal tugamasdimi? Latipetiga emas, boshqa malga mangidi. Qandaq malga? Tanni parishta qo'yib, ruhni arshga ep chiqadigan, jonni yoyitadigan malga. Tushundim. O narsa mishadimi tepilatdi-ku. Ahmaq. Özümüz üçün emas. Hacetmenler üçün. Xeridarlarni şundaq mallar bilan mutamillayli. Latipda kiyim-kechak deganlaring toza oqmayotdi. Bilayotamsan, biz aralashayotgan satanglarning sarxillari yaqindan buyon bizni biz uchun emas, shu narsa uchun izlaydigan bo'lib oldi. Kimni evatimiz? Bag'ri qang'ish chekkan yigitdan birini top. Ko'p chekkan bo'lishi bir masala. Eng muhimi, jiqroq kishining qo'lidan ep chekkan bo'lishi kerak. Shundaq bo'lgandilar. Toza jonlarni bayqay oladi. Topdim. Dal, siz degandek birsi bor. Qo'njoqmangizamdiq. Yo'q. Oltin 3 projektning bo'sog'isi bo'lgan. Kunminga. Xo'jayin, oltin 3 projekt degan kim u? Sizning bir katta tanishingizning laqimimi?
Ahmaq. Kim o deydiğanga altın üç burcak adam emas. Bütün dünyaya heroin taktırgan ya. Ondaqda siz degan o altın üçburjak lanjodimi? Hey, sen okumagan bir adam. Keşke sözlesem o düşenmeysen. Koluğundan tutup göz tükemisi bika. Şundaqtı mı sana dep koyay. Neydi mi bizden dövletimizde undaq ya buludu? O degen Laos, Tayland, Birmi çigirliniga ya. Yunnanga en yakın. Ani şu yerden bir koldan azanrak ağıl buludu. Qanchalik keltirmiz? Bana tul xotunun kurğun lazım emas. 5 kilodan 10 kilo uça. Yengili mal keltirdik. Unchilab pulni qanday hal qilamiz? Yetkiş qarzilingla. Hazır qarzar bo'lishmi jur'at, shijoat, mardonlik hisoblanadi. To'g'ri. Mushkullarda qarzar o'qilib, maqtanayotganlarmi oz emas. Amerikan, maaşxonni qaytarayotdim. Ukam bu nim Qaytaram deganlari? deganiga qaytaram. Biz ijara haqqini oymay to'layapmiz bu. O ijarani gap emas, oshxonni o'zimiz ishlatamiz. Undaq asan ish yo'q shigit. Agar meni haqiqiy yaxshi ko'rsangiz, oldi bilan haqlab nikolab amringizga eling. Andin har qanday ish bo'lsa, Men mo ayol xo'jayin bo'lay demoqchi bo'lsiz. sizmi shunday qilishni xohlaydigansiz? Sizga mo undaq oson ish yo'q, xonim. So'rab baqay. Sizmi meni haqiqiy yaxshi ko'ramsiz? Agar sizni yaxshi ko'rsam, sizning kayningizning kunda juramanmi? Undaq bo'lsa nima shart qo'ysiz? Yaxshi ko'rish degan so'z amaliyotda muhabbat degan bo'ladi. Muhabbatda bir-biriga shart qo'yish ojitsiz emasmi? Qaraganda siz meni emas, ayol xo'jayinlikni yaxshi ko'rdigansiz. Qo'zg'ondek odam ekansiz. Cana qiz, ayol xo'jayin bo'lmoqchi emasmidingiz? Tulkidek odam ekansiz. Mardan. Nemish bo'ldi bolam? Biroz bo'za ketdimi? Yo'q, opa. Nemish bo'ldi? O'qimayman. Nemishqa? Pulli deydigan u maktab. O'tgan hafta 50 qo'y bergandim. Bugun yana 80 qo'y etkilsizlar deydi. Sening xizmating bo'lmasa, pulni nerdan topsa? Shuni o'qimayman. Jinim bolam. Opa. Jinim chiqib kelsin. Seni cho'qim o'qitdimi? Ne ketganmi bu? Oy, mening bolamni ko'rdingizmi? Ko'rmadim. Ko'mdingizmi? Bu ne ketgandi? Mardan, bu yerda nemish qotsa bolam? Opa, qo'lig'ili kumat yeryapman. Jinim bolam. Jira uy qaytayli.
Ma'qul opa. Merdan. Nemish qilyapsiz bolam? O'qimayman desam unumuding. Muallim ati tantarbiya kiyim kiyib kelisizlar deydi. Mushunda qilsam tantarbiya kiyimiga o'xshaydi ekan. Bu qilg'ining bo'lmabdi bolam. Men sana yana beray, bo'lamdi bolam. Opa, senda pul bo'lmasa, Pul bo'lmasa, haqdan qarz olaylik. Keyin ishlab qaytarib bo'ldi emasmi? Chira bolam, sana yana berma. ma'qul opa. Al kerakni ko'rib baxsan bo'pti ekan. Qaysini? Ma'lummi? Ha, ashqarsini. Mana, ko'rib beqing. Bu ko'ylak bek chiroyli, sizga bekli yarashadi. Voy, sizkensiz-ku. Merdan, sen avu igiz dadaşның aldығы berip, ma'u 50 koy pulunu bersen, sana tantarbiya kiyim berdi. Bağın balam. Öz oğlunu köz tanımasa, jürgü bolsun tanım degen kör bakay. Qanday xonim, bu kiyimni kiyadigan bidingiz? Yangi bo'lsinkin, kiyay degandim, lekin bek qimmatgan. Ha, detingizga yaqin bo'lsa, ilib ketavering. So'g'an bo'lib qolsin. Uning ustiga ko'zingiz malton ekan. Haqiqatan yangi malti. Bundaq mallar tunji qitim sizlarda kelishgan xonimlarning utsig'i chiqsa, aslab bozor chiqadi emas bu. Rahmat sizga. Bizmi yondiramiz? Ha, bo'ladi. Pat-pat kelib turasiz. Sizni izlab turing. Ma'qul, xo'sh. Oka. Men kegidek tantarbiya kiyim bering. Musha 50 ko'g'mi? Kichik bola ekan. Bumuz berib yetmaylimi xo'jayin? 55 ko'ydin keltirib, 50 ko'g beramsiz ahmoq. Dukkanning boshqa rasmiyat chiqimlarini qo'shsak, 70 ko'g to'xtaydi, 70 ko'yga. Uqdingizmi? Kiyim sotadigan ochash beray degandi, lekin sen ko'rsatgan yiliqi odam pulun osgan deb bermidi. Bermidimi? Bo'pti balam. Bu akash bermasa, men sana boshqa do'kondan ip beray. Bulamdi. Jira. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Tantarbiya kiyimini ko'rib baqsam bo'pti-ki. Qancha pul? 45 ko'ydan setyapmiz. Qara, bulamdi-ki. Mana. Rahmat. Keltirasiz. Jira. Chulpan, Mardan o'qiyotgandi. O'qiyotdi. Xeyli cho'p qolganda. Ha, bu yil 2 sinfda o'qiyotdi. Bichara, qanday o'qitayotgansiz? Mardanning o'qishi bekmi yaxshi. Hozir bola o'qitmoq nima degan tash? Shunadami? Ishkimiz muashliq turib, faqat yetishtirolmayapmiz. Siz qanday qilyotgansiz, Chulpan? Yukingiz haqiqatan ig'irdi. Ha, ona bir deyman. Shu emasmi?
Maktablar hozir o'qish puli deydi ekan, kitob puli deydi ekan, daftar puli deydi ekan, tek birdan maktab kiyimi, turli tantarbiya kiyimi deydi ekan. O'qish bitgach xeyli ish bor Onu bir o'xshaydi. demem. Şu emasla. Benim balam şu mektepte okuydu. Ben kırıplı çıkay. Vaxtın ayası öyle bir Maqla. oturup gel Hoş Allah. emse. Maqlamsa. Hoş. Hoş. Hoş emse. Ay, masını. Aldırma işine. Kızım, nemişqa hamma balalarga pechim taqitib, yolg'iz mening balamga bermaysiz. Siz bilmaydigan o'xshaysiz. Bunday yemekliklarcha oyda 15 ga o'tadigan bolalarga taqdim beriladi. Voy, Mardon! Mardon! Mening dadam bo'lgan bo'lsa, Canım balam. Canım balam. Bağçığı vağantten tas kaldı maymun çişli vağılı. Hoş geldin. İlangla. Qani, ilangla. Alo? Reşide misiniz? Sizin tapqil bo'lmaydi-ku, Kamran. Nelarda qochib yurasiz? Kaçmadık hinem. Kaçmadık. Siz hozir nerede? Şatlık restoranının 500 numaralık uyda. Yaningizda kim bor? Yenimde ağınlarım var. To'la gap yo'qlatma. Og'in pag'iylaringizni so'ramadim. Quchug'ingizda kim bor da'vatimi? Hazırca yok. Siz gelsiniz. Bağılıdı. Hozirla boraman. Hoş gene. Gene ilangla. Nereden kelgan buzuqlar bu? Ben çakırmadım. Özü kepti. Özü kege yaray. Özü ketge yaray. Gene. Kopana. Ulan sizin tırnağınızı tankımayım. Oğlum nereden geldi? Geldi. Ağiniler çakçaklı yani devamlı kılıvereyle ha? Hadi iste. Senin sakının olsun koyup bakmam sen ha? Ağini. İşçeyle. Koşa.
Ben bahçe kıç oldum. Ağiniler. Endi birden sazbaz, nakşbakşı bilen köngülaşmaylı mı? Kandak deysizler, bulandı. Ey Hemet, közünü pakırtıp, oltırıvermey, tutturunu birden kuldurtup bakmam sen. Cunun vadiyesine mayil körermek Eney can uzay armni Her gittim ben özel Ey men bir yılı bozmak buzulgan Sonra diyen ne miydi? Rüzgar Felek bidardın gerçe menen Oldu tokta. Çilevatkının tuttu mı yak sapayı mı? Et degeninin yağı kalidek yiydi. Lehangdek işten tüzgürek birini bir çanmam sen. Ey, işek mi o senin de yakınlığa kanraydı? Köp temenna koyma üzerine Sen mu adem insan der bir Köp temenna koyma üzerine Sen mu adem insan der bir Dağba iken turun aynı mı Sendi mi var noksan derbi Dağba iken turun aydı mı Sendi mi var noksan derbi Tal köçet bak emez hergiz O bulalmaz bostan derbi Bir tal köçet bak emez hergiz O bulalmaz bostan derbi Kış mu ahir kondu yerge Bakılmaz asman derbi Kış mu ahir kondu yerge Bakılmaz asman derbi Hoş müngüzlük İskender kini Ni sultanlar gümran berbi Hoş müngüzlük İskender kini Ni sultanlar gümran berbi Köp temenna koyma üzenge Sen mu adem insan derbi Ey ağine, men anlamağalın aşığı bu. Ey, nereden ügendin adaş, ha? Xalqdan ögendim. Turmuşdan ögendim. Yaxşı. Boşa. Yaxşı nakşken, yaxşı xalqken.
Yaxshi qilibgan. Mayli, mayli. Kamran, o'rningizda turing, Kamran. Kamran. Hey, odammi, kalımı sen? İşçe takıldı hocayım. İşçe takıldı. Nima chata qildi? Ko'nmen qavatgan odamimiz qo'lga tushib qopti. Nima? Hamma pul malni musodir qilibdi. O'zi turmidiki. Lekin hozirgacha bizni pash qilmabdi. Paş qilmab demiş. Ağzıga qo'g'ishini qo'yversan bu. Aman paş qiladi. U degan odam. Ko'nmenga avatmayli desam, o'zingiz unimay. Mana abdi. Namert. Menden hozirli munosabatni uzmoqchimisan? Xotirjam bo'l. To'pon bolasida men aqimaki, sening o'shug'ingdan bo'lmaydi. Chunki sen jazoga arzimaysan. Lekin hozircha bu ishni shotibdek so'zlab yurma. Hı? Balam, bu yoqqa kel. İsmin nima? Mardon, Apangning ismi-chi? Cho'lpon. Dada. Oka, biz bekkan bag'in. Buncha ko'p narsa ketgidek pulim yo'q. Pulning gapini qilmay ole. Sen degan. Ey, bu nima ish? Qaysin va? Tokni uzvatdi xo'jayin. Nima ishqa? Sizmi bilasiz-ku, yarim yil bo'ldi biz tok pulni topshirolmayapmiz. Belli, kila aka, yaxshi kelibsan. İlpassiz qilib edim. Bir içişeyli. Ey sarang bayqush, bana aroq kerak emas, pul kerak, pul. Ras aka. Shundaq qilsang hozir pul kerak. Bana hozir nima kerakdi, ha? Toza bilinmay qoldim. Mush jandimni to'ydim. Bu candan... Hey uşaq, meni ko'rib yolg'ondan mas'ulmanma. 15 tümen ağınınğa 7 yıldan açtı. 40% üsümünü koşsan hazır qancha pul oldu. Qarz alsan berip qutul, bo'lmasa ölüp qutul degan gapni anlamaganmi sen? Yaxshi deding. Nahati yaxshi deding aka. Burun anlamaptı men. Hozir senden anlab oldim. Ajab navatdek gapkan-ku bu, ha? Qutulay.
Men de hazır muşu sıçan kaldı. Birey, ha? Alam sen, qarz pərz, həmmidin qutulay, bulamdı. Özəngi iğri kep durgan jiningni men nim qilma. Əmisi a dükkanның həmmisini al. Menimi özəngde sarang çağlama. İjarga ağan dükkanni manga qarz tutub berem sen texi. Dökününgü qarısam, çaşqalla müşkni qoğlap yürüptü. Şuna hazır jinimni al dedim go. Ha? Men jinimni ijarganmıgan. Bu jinimni çaşqalla qoğlumu de. Jiningning mo igisi ba. Muşundaq içip çekişingi qaraganda onun mo vaqti toşup qaptı. O çağda çaşqalla emas, qurt qoңğuza qoğlaydı seni. Savaqdaşlar, 2 mavsumlik o'qishni g'alabalik oxirlashtirdik. Hozir biz mush 2 mavsumlik o'qish jarayonida ilg'or bo'lgan o'quvchilarni mukofotlaymiz. Akram, Zamira, Mardan, Aka, bu temburni ip qo'yg'ina. Yo'q, olmayman. O'tinning o'rnida o'sim ip qo'yg'ina. Yaxshi temburdi. Nechchi pul? O'zing bilib berasan. 10 qo'y beraymi? Ma'qul. Ma. Ala. Rahmat. Hey, makila. Ha? Ha. Rahmat. Tembiringiz xeyli yomon emas ekan, Ha. Necha pul bu tembir? 200 qo'y bersang bo'ladi. Tutib turing, pulni ele olay. Qara qaşlı tolun ayla, sana bir neçə gün yoldaş. Eğer sen puldan ayrılsan, seni taşlaydı hiç arıyor. Yani sen ekansan da, pulni keldingmi? Endi o pulni ekansan? Pulni hozircha elib kelamadim. Pulni ekamsan nemish kelding? Jinim aka, mani ko'rib turibsan. Men zodli bo'lanmidim. Bir chektirib qo'y, unda qilma. Pullarimni o'lmasam cho'qim qaytiraman. Agar qaytiramasam, quling olib ketay aka, jinim aka. Hey, tura o'rningda. Ko'ra bu ishni. Manga sana o'xshash qul emas. Pul kerak.
o'xshash tirik murdini qo'l qilg'ili bo'lamdi, ha? Bilsan go, tex tünigilla tötnün biretim. Tepsem tağ titirgidek kıraşı gittim aka, unda kımma. Buni o'zingdinku. Nima? Hammini o'zimni ko'randim. Hey, tulkidagi jiyib yurib meni vayron qilgan. Mushundaq tirik murdiq aylantirib qo'ygan sen qotil emas bu, sen. Sen. Qo'y bila qo'lingni. Ikkinchi bo'lsang, dastiga cho'ngma. Aka, ne buldunuz? Merdan mı sen? Beni keçirip ala. Aka, ağırıp kaldınız mı? İçmeyeceksin. Bolta kıl balam. Benim bu yüzümü sürtüp olamaysan. Doktorxanaga apırayım. Pulum yok. Bir düğümü pulum yok. Qancha pul bo'lsa yetadi? 50-60 ko'yli bo'lsa yetadi. Ketib qolmay turing, opamdan ep kelay. Opa, mana o'tganda kiyim-kechak, daftar qalamdagi yili qolqosh, bugun yo'lda yetib qopti. Yetib qapti? Masta qachon? Yo'q, opa, masa emaskan, og'rib qopti. Og'rib qapti? Nari og'riydi-ki? O'zim bilmaydigan o'xshaydi. Menmi bilmadim. Doktorxonaga opiraymi desam, bir tiyimi pulim yo'q. 50-60 ko'y bo'lsa yetadi deydi. Opa, bizda shunchalik pul bormi? Ellik 60 ko'y. Turibdi bolam. Sen topshiriqlaringni ishlagach tur. Men xo'shlarnikiga chiqib kiraman, bo'landi bolam. Merdan. Hozir qo'shnilardan bu 50 ko'yni chiqdim. Uyda 50 ko'yli qaptiki. Sen bu 100 ko'yni heliq akashqa apirib bergin. Bo'lamdi bolam. Ma'qul opa. Mana. Aka, opam 100 ko'y berdi. Juring, doktorga boraylik. Abam pul verdi mi? Bırakma. Doktorga bağımlısa mı boludu? Mağı dokmuştun özsanla bir kızıl dervazı var. Şu dervazdan kirip paka bir kişiye akan doğru bersin dediğinde 50 koyunu bersen doğru birdi. Şunu yesem birden dil sakayım bala. Kalan 50 koyunu özanla işiltinla. Apаңға мың рахмет. Texiyeli pulum yo'q degandingiz-ku. Bu 50 ko'yga tamoq qapyang. Sizning uyingiz nerede? Mao aq ko'chining buningdagi yolg'iz bir egizlik uyda turman. Keyin sana chiq gaplarim bor bolam. Chopsam berib kel. Ma'qul.
Ha. Kimni izlab kelding? Sizni izlab keldim aka. Nemishdi? Bir tuqqunimiz og'rib yetib qolgandi. U sizni tanıydı ekan. Şoňa doğru bersin dep buni avatgandi. Qandaq ish bo'lib ketdi bu? Og'zidan sutim turgan kichik boldimi? Moshundaq ishqa bo'rgan bormi? Tuqquni kim o? Tuqqunimiz dedim-ku. Tex yengil ekan. Men burun ko'rib bakmagatdım. İsmini uqmayman. Akila. Buni elib, tuz yo'qol. Ikkinchi kelguchi bo'lma. Qani, gide. Çık dur. Top qarab tur. Etilma. Ha. Bek o'rla. Etilma. Bu kichik bola bu yerda nima ish qiladi? Bu bizga o'xshash xaridorki. Ha? Do'rag'ul kelgan. Bu nima bilamsa? Do'ra shu. Ha? Aka. Aka. Opa. Nega barding balam? Qo'rqitib jinimni olding-ku. Pul ep bo'lgan hiyliqi odam doktorga bormayman. Do'ra kapa deb 50 koy bilan birayga buyurgandi. Do'ra degini O'tir. Do'ra degini xroin demdi. Chekadigan bir nima ekan. Nima? Xroin? Men borganda o uyga boshqalarni beribdi ekan. Soqchilar kep qilib, uy egisi bilan hammamizni tutib ketdi. Tutib ketdi? Men rostdan degandim, meni qo'yib berdi. Qaytib kelib, hiliq odamning uyiga kirsam, U odamga nima bo'pti? o'lib qopti. Beligida o'qil jonus turdi. Ben qo'rqib ketdim, opa. Nima deding? O'lib qopti? Ha. Opa, nima chiqlaysan? O'tgan qatim o odamni tilovatgan to'g'ri, o odam yaxshimi yoki eskimi? Yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin. O sening dadang deb bilan. Nima shurun demagan? Bir qatam bo'lsa, dadam bo'lsa bo'lmabdi, opa. Uni bundoq qoldirib ketar deb o'ylamabdim, bolam.